Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız ve vaziyet doğrusunda. Leksiyada sırağacıyoruz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İslah 2024 yıl 7. ayının 12. günü haftaki Cuma vatandaş. Endiki haberlerimizi anlasak hazır. Bir noktada etili 6. ayının 13. günü değil. Tibet doğrusu da kanunlayı 7. ayının 9. günü de değil. Dünyavi vaziyet mesela NATO'nun Amerika Koşmuş Ştatları Washington'da yığın etişi ve bu yığında karar kılınan iki mesele Ukrayna'ya yardım beriş. Bu hem de umumi mesele, adet daimi mesele. İkincisi NATO'nun bu katım tuyuksuzluğu. Bir katım 2022 yılı Madrid, İspanya'da açılgan yığında Cungo'nun ismini bir katım, iki katım ağızga algan idi vatandaş. Yani bu yıl Washington'da açılgan yığında Cungo Rusya'nı Ukrayna'ya hücum kılışqa küşkürtken ve Rusya'ya yardım bergen devlet. Tuluq tercüme qilganimiz, shunaq tercüme qilamiz vatandaş. Deb NATO karar qildi. Cungo shuni ishga kirdi. Ikkinchi masala vatandaş. NATO shunda karar qildi, endi Yevropa bilan Asiya bilan Yevropa. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar Aqsaray Davlat ishlar kotibi Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi kechiringlar. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan aytgandek, Yevropada yuz bergan bir vaqa Asiya yoki endi Tinch okean rayoniga ta'sir ko'rsatdi. Endi Tinch okean rayonida yuz bergan bir vaqa Yevropaga ta'sir ko'rsatdi. Bugün Yevropa hem Asya hem birlikte Hristiyanlığa taqobil turimiz. Bu bir kettima. İkinci noktada hazır. Çünkü Kompartiyasılar bilisizlar yakından bir üzüce Vengriya'nın Orban'ını ekilip mesela. Orban degen Ukrayna'nın Zelenski'ni ziyaret kıldı. Orban degen Moskova'da Prezident Vladimir Putin'ni ziyaret kıldı. Endi kilip sen mağa kilisen, Beijing kilisen. Orban degen o'tirliqda Ukrayna meselesi bo'yicha tinch yo'l bilan oxirlashtirishga bir qiziqib baqqan Vengriyalik. Endi kommunist davlatining bugungi vaziri qiziqib baqqan Vengriyalik. Endi mushu kunda Jungo Kompartiyasi mayli rost mayli yolg'on og'zini chiqarib turib Ukrayna Rusya meselesini tinch yo'lda hal qilamiz ve şu yol tirishchanlik ko'rsatamiz. Bundan burun Lixuy degan Moskvada turishliq sobiq bosh elchisi Lixuy degan Yevropa va Ukraynaga avat hech kim zang selib qarab qo'ymadi. Bir vayim bilak. Hech qanday e'tibor bermagan edi. Bugun endi mushu munosabat bilan Jungo endi Ukrayna meselesini tinch yo'lda hal qilaylik. Rusya ile Ukrayna o'tirishdagi urushni tinch yo'l hal qilaylik deydigan mushu so'zni qilish salohiyatidan ayrildi. Qanday ayrildi? Boshda aytdik. Rusyani Ukrayna tajovuz qilish kishkirtgan davlatmi Jungo? Rusiyaga yordam bergan davlatmi Jungo? Tugadi. Endi bu tinch yo'l hal qilaylik deydigan gapni Jungoliklarning so'zlaydigan salohiyati qolmadi. Hazır umumi düşmenge, adettelik ideologiya sahasındaki düşmenge aylangan bolsa bir nöre vatandaş. Endi hazır bu NATO'nu bilisizler, NATO 32 devlet. Asya'daki 4 devletine koşkanda 36 devlet. 36 devlet harbiy teşkilat, harbiy iştat teşkilatı degen. Endi tünügünki ideologiya sahasındaki düşmenge aylangan Jungo Kompartiyası dünyavi. Bugün her bir iştahat teşkilat NATO'nun düşmeniga aylandı. Dünyavi. Bugünkü Jungo, mana şu Jungo vatandaş.
Endi bugünkü vaziyetlerimiz nima bunda anlaysiz endi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'ziga savol qo'ydi. Nemishqa 40 yildan beri Jungo Kompartiyasiga aldandik. Amerika Jungo umumiy yuzlik strategiyalik raqobatlashish davriga kirib keldi. Amerika Tayvanni mislsiz qo'llaydigan davrga kirib keldi. Amerikaning Jungoga qarshi turishi bu bir boshlanish. Jungoga zarb berish bu ish teha oldimizda. Xi Jinping hamma yerda hokimiyatni yo'qotib qo'yishdan ansirashga boshladi. Rossiyacha KGB ta'sis qildi. Axborot yashmisi, obzorchilar Mingzhijun, Sungochun qatorliqlar. Suhbat bayoni 7-oyning 12 kuni yo'tal. Yangi xalqaro vaziyatning muhim mazmunlari. TikTok Amerikada umumyuzlik cheklanadigan turdi. Amerikaning Jungoni qo'rishovga elishi oxirlashayli deb qoldi. Xi Jinping siyosiy o'zgarish bo'lib qolarmi deb ansirayotdi. Rossiya Ukraina urushida Jungoning maydoni kesal holatlik bir davrga kirib qoldi. Kesal holatlik bir davrga kirib qoldi. Siyosiy o'zgarish bu. Jungo deganda siyosiy o'zgarish degan narsa bo'lib boqqan emas. Orda o'zgarishi danglar, orda o'zgarishi. Bu siyosiy o'zgarish degan qalam bilan, qog'oz bilan bo'ladigan o'zgarish emas vatandosh. Shu siyosiy o'zgarish degan harbiy kuch bilan bo'ladigan o'zgarish. Shu kayinda harbiy kuch bo'lmasa, hech qanday odam buni tavakkalchi qila olmaydi siyosiy o'zgarish deganga. Shunlashqa kimning qanday harbiy kuchi va Jungoda kim qanday siyosiy o'zgarish qilaman dedi degan gaplar eg'izdan chiqib, uning bir jur'at qila oladigan Xitoy yo'q vatandosh. U mumkin emas. Orada o'zgarish qalam bilan uni elib o'tish, buni qo'yib qo'yish. Ama shular bo'lib boqqan Jungoda, masalan 4 kishilik guruh deydi, masalan Limbiyo deydi, mana voqealar bo'lib o'tdi Jungoda bu 70 yil mobaynida. Siyosiy o'zgarish mutlaq yoki bir hokimiyatni, bir partiyani, mustabid kompartiyani og'dirib tashlaydigan bunda kuch Jungo kompartiyasining ichidami yoki armiyasi ichidami bu mavjud bo'lmaydigan ish bo'ldi. Chunki millatning xarakteri bilan birlashtirib qarang bu ish qilyapti. Ekranda bir xabar. Xi Jinping embargo qilishga uchraydi. NATO'ning yuqori darajliklar yig'inida Jungoni Rossiya Ukraina hujum qilish kuch ko'rdi va yordam berguchi davlat deb atadi. Janping Shika obzorchi bu gapni qayta eg'izga olib ekanman sizlarga shu odamning amgaki sifatida yetkazib o'taman vatandosh. Janping Shika 7-oyning 12 kuni yutib. Kesal holatlik hokimiyat ponksisi. Siyosiy, iqtisodiy oxirgi zaman krizisini elib keldi. Xi Jinping asosini yo'qotdi. Jungo kompartiyasi siyosiy hokimiyatining qonunli hukumat bo'lishidan ansir. Ya qonunli hukumat bo'lishida asar va nishon qolmadi. Yangi Beijing gazeti yana bir xabar. Muxbiri ham foto g'oyib bo'lib ketdi. Shaolin maliyasi 12 kuni yutib. Hozir yangi Beijing gazetining tahrirlarining hammasi qo'lga oldi. Bular zodi nima dedi, ochiq bir gapni men ko'rmadim. Bu bir gazet, kechlik gazet degandek yoki attiganlik gazet degandek Beijingda nashr qilinadigan gazet, burun xil nomi chiqqan gazet edi bu. Mushkun ichidilla uning muxbirini qo'lga olish, g'oyib bo'lib ketish bilan bu gazetning odamlarini nima o'rtaqay qilib o'tdi vatandosh. Nima bo'ldi, nima ish e'lon qildi, nima deyildi, bir xabarni men ko'rmadim. Vaqt ichida voqealarni tezlatguchi ustozning vazifasi oxirlashay deb qoldi. Bu ham hozir vaqtda Jungoning gumron bo'lishi, partiyaning gumron bo'lishini vaqt jihatda tezlatayotgan Rais Xi Jinping
zaman içinde tiziltip atkan Reis Xi Jinping ve vaka üstüne tiziltip atkan Reis Xi Jinping. Hazır bu Xi Jinping'in vazifesi ahırlaşay dep kaldı. Amerika urushga tayyorlik qildimi? NATO Yevropadan Asya yani Hindi Tinch okean rayoniga yetib keldi. Asli mavzu mundaq. Tizlatguchi yoki voqealarning taraqqiyotini tizlatguchi ustoz deb atalgan Reis Xi Jinping hozir bu vazifani tamomlay debla qoldi dedi. Oxirlashdi bu vazifasi dedi. Amerika gayri iqtisodiy vosita ishlatib Jungo Kompartiyasining bedellarini tikallashtirib o'tdi. 3 xil alomat. Shuni ko'rsatdiki, Amerika Jungo bilan niqobni yoki munosabatlar doirasidagi niqobni yirtib o'tishga tayyorlan. Amerika Qo'shma Shtatlar Amerika Jungo o'tirishga niqobni ya'ni burunqidek sheriklik munosabati, raqobat munosabati, davlatlar munosabati, borda keldi munosabat, tijorat munosabati. Qisqasi ikki davlat o'rtasida bo'ladigan barliq munosabatlarni yoki niqoblangan barliq munosabatlarni do'stlik qiyofati, tinchlik qiyofati niqoblangan barliq niqobni yirtishga tayyorlandi Amerika. Boshlaydi-ku birinchi savolda Amerika Qo'shma Shtatlar hozir o'ziga savol qo'yishga boshladi. Nemishqa? Jungo Kompartiyasiga 40 yil oldandik. Nemishqa? Endike yana bir xabar vatandoshim, iqlim masalalari so'hbati. VPNX sadoqatini yo'qotib qo'ydi. Deganlik nima deganlik? Jungo Davlat Mudofaa Ministri dushmanga sotilganmi? Video film Amerika Ovozi YouTube suhbat kanali 7-oyning 12-kuni. Ekranda Xi Jinpingni nemishqa embargo qilmaysizlar? Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministrining bergan javobi intayin chunqur ma'noga ega. Asli mavzu nemishqa Reis Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putinga mundaq farqli muomala qilishlar. Shitov programmasi. Bu Shitov yaqindan bir vaziyat to'g'ri so'zlamaydi, endi o'tirg'i chiqib so'zlashga boshladi bu. 2-3 yil tashlab o'tgan, endi yana paydo bo'lib o'tirg'i chiqdi. Bu yerda hozir qo'yilayotgan savolni kim qo'ydi? Davlat majlisida Avam palatami, senatormi bir nafar nopozliq arbob hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellenga savol qo'yib, sizlar Vladimir Putinni embargo qilyapsizlar, Reis Xi Jinpingni nima embargo qilmaysizlar deb savol qo'yganda Moliya ministri Janet Yellenning bergan javobi bu Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministrligining qarmog'idagi ish deb shunday javob berdi deydi. Bu javobni deydi hozir Shitov, obzor Shitov deydi. Bu intayin chunqur ma'noga ega deydi. Chunki bu yerda bu selishtiryapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putinni prezidenti embargo qildi. Nemishqa Jungoni yoki Xi Jinpingni, Jungoning raisi Xi Jinpingni, juma shirkatlarni emas, Xi Jinpingni nemishqa embargo qilmaysizlar deyilganga berilgan yuqorqi javob intayin chunqur ma'noga ega debdi obzorchi Shitov vatandosh. Endi bu yerda hozir VPNX degan odamni olsak, bu VPNX deganimiz davlat mudofaasi keyingi vaqtga o'ttirdi. Davlat mudofaa ministri bo'lgan odam hozir to'rbetlarda kelayotgan so'zlarda VPNXning sadoqati va sadoqatni yo'qotib qo'yishi, davlat mudofaa ministri bo'lgandan keyin dushmanga taslim bo'lishi yoki dushmanga setilishi, yana bir tor betida yana bir tor kanal deyishi VPNX bu qatam Jungodan qochishga tayyorlangan. Xuddalika tarixdagi 1972-yili aeroplanga o'ltirib Bindirxonda Mongoliya qochgan Limbiyaga o'xshash, bumi davlat mudofaa ministri sifatida qochishga taraddud qilgan edi, tutilib qoldi deydi. Endi bu gap ochiq emas.
O çok cinayet emas. Çünkü hazır Li Shangfu deydigan avvalki devlet müdafaa ministeri ve Wei Penghe deydigan bu devlet müdafaa ministerleri partiyadan çıkarıldı. Harbiy amelle elip taşlandı. Harbiy işler sotkolluğu giyesiga tapşırıldı dedi qarlıqda. Şunaqma hazır endi bu yani kelib bu gap mushu mazmunda kelyapti. Masalan, Wei Penghe devlet müdafaa ministeri bo'lgan zamonda düşmanga teslim bo'ldi. Hozircha gap shundoq elindi degandan keyin siz bunga mumkinmi deb savol qo'ysangiz va doirlik tasavvuringizni doirlik qo'yib berasiz vatandosh. Demak, mayli devlet müdafaa ministeri olsun, mayli tashqi ishlar ministeri Chingang bo'lsin, zodi kim bo'lsin, hozirgi Jungo hokimiyatidan norozi. Hozirgi Jungo hokimiyat ya siyosiy hokimiyat beshib turgan rais Xi Jinpingdan norozi. Ya Xi Jinpingni bir narsa qilib etolmaydi bular. Qo'lidan kelmaydi, ya aplashtirolmaydi, ya qochaman deb qocholmaydi bular. Man muşoğuna bir-birlab qo'l qilinib bular hozir turmaga tashlandi vatandosh. O'sha odam to'g'risida chiqayotgan xabar ekan, o'sha davlat mudofaa ministeri to'g'risida. Endilikda gap hozir 3-umumiy yig'in echilay dedi. 7-ayning 15-kunidan boshlab echiladi. Bu yig'inga davlat sirtida diqqat qilyapti, davlat ichida diqqat qilyapti debdi Hugo Guang obzorchi. Lekin bu yig'inning hech qanday ahamiyati qolmadi. Echilsimi bo'ladigan yig'in, echilmasimi bo'ladigan yig'in. 3-umumiy yig'in echilishi kerak. Chunki hozir tartibda mavjud. Jungo Kompartiyasining intizom va yig'in tartibi hozirda mavjud. Shuning uchun Jungo Kompartiyasi 20-navbatlik yig'in deb 3-umumiy yig'in deb echilishi kerak. Lekin echilgan bilan nima ahamiyati bor? Nimani muhokama qilasan? Nimani hal qilasan? Nima siyosatni o'zgartirish? Bu yerda bir gap biz boshda aytdik-ku vatandosh. 6-ayning 12-kuni Tibet to'g'risi qonun loyiha. 7-ayning 9-kuni Washingtonda echilgan NATO va NATOning oxirgi qarori. Mushu ikki voqeani hozir jiddiy voqea desak, bu voqealar dal Jungo Kompartiyasining 3-umumiy yig'iniga qistab kelgan voqealardir. Amaliyat hozir Hugo Guang'ning so'zi bilan aytgandimi, hech qanday ahamiyat yo'q. Chunki masala hal qiladigan ishing yo'q, hal qiladigan masalang yo'q. Uni qo'yolmaysiz o'tirg'a deb Hugo Guang oxir nima debdi desa, bu yig'in echiladi, 3-umumiy yig'in hozir Jungo ichki, tashqi jihatda o'tning ichida, yolqinlayotgan o'tning ichida qoldi. Deb xalos chiqiribdi vatandoshlar.